Assalomu alaykum. Bugun bizda mehmonda Ali Janab inson, mehribon ana, talantli naqshchi, Uyg'ur shou biznesining yorqin yulduzi Firuza Jalolova. Firuzada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bizning maktabga xush kelibsiz. Xush ko'rdik, rahmat. Mehmonimiz muborak bo'lsin. Rahmat. Firuzada bolalarga aytadigan shikig'iz, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Meni yaqinda Shahmurat Bahram bilan uchrashgan to'g'ri-ku. Saniyat Ismoilda uchrashgan to'g'ri-ku. Xalq Saniyatni ko'rgan armonda, Shahmuratni ko'rgan armonda. Shuning uchun mana boshqa fursatlarni, boshqa ustozlar yaratib berdi. Boshqa ustozlar boshqa fursatni yaratib berib vaqtida, shu fursatni foydalanishni bilishinglar kerak. Shu qadrini bilishinglar kerak. Masalan, tilaydiganim ovozlarni avaylanglar, o'qib o'rganinglar. Evlatlarımızga miras etip kalırsa zamanki ülüşüne koşuşuna gerek. Çok rahmet sizge. Bugün kelip bizim balalarını qo'llab quvvatlaganınız için çok rahmet. Sen yürü